Buni tarkibida senga mo'jizaviy tabletkasi yo'q. Sen xohlagan narsani yeysan, buni ichasan, bo'ldi, undan xalos bo'laman degan narsa yo'q. Ozdirib bermaydi? Yo'q, nimadandir voz kechish uchun buni ichyapsanmi? Demak, sen diyeta tutishing shart. Diyeta qilmadingmi? Bundan 5000 dona ichsang ham ta'sir qilmaydi. Ortiqcha vazndan oson xalos bo'lishni o'rgataman. Vazn yo'qotish uchun birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish, yurish, 10000 qadam loyihasini oqsil moddalarni ko'proq iste'mol qilish va albatta sport bilan shug'ullanish kerak. Vaznni yo'qotish uchun agar mana bu sport bilan shug'ullanmasangiz, qorin sohasini detoksikatsiya qilish kerak bo'ladi. Buning uchun detoks iste'mol qilib 1 oy davomida yog'larni eritsa bo'ladi. Organizmni detoksikatsiya qilayotgan paytda har xil ovqatdan yeyish mumkin emas. Detoksikatsiya jarayoni qachonki ishlaydi, qachonki siz to'g'ri diyeta qilsangiz. Agar mabodo trinf qilishga sharoitingiz yo'qmi, uy atrofida har kuni 10000 qadam loyihasiga amal qilishingiz kerak bo'ladi. O'shanda sizda yog' erish jarayoni kechadi. Organizmni tozalashning eng oson yo'li bu albatta detoks. Detoks ichib yurgan paytda albatta diyetaga rioya qiling. Bo'lmasam foydasi yo'q.